Lüksimizin tamamen vatandaşım yukarı 2 nefer, yukarı mertebeli 2 nefer Amerikalık alimden sözleyen sözlerinin devamı. Cungu'nun dünyaya rast ahvalını ma'lum qilish mas'uliyati bor. Daniel Ross munda ko'rsatdi. Cungu'nun tashviqot apparatlari tashqi dunyoning Cungu iqtisodi to'g'risidagi ko'z qarashlarini tanqidlaydi. Birdam Cungu iqtisodi dunyoning umidi deyishidi. Yana birdam ofatning manbai deyishidi deb tanqidlaydi. Buni tashqi dunyodan ko'rishning o'rni yo'q. Cungu faqat o'zidan ko'rish kerak. Bu albatta ochiq oshkora bo'lmaslikning keltirgan xatoligi va ziyonlaridir. Bu deganlik ularning siyosiy, ya'ni Junguning siyosiy qanday harakat qiladi? Ular iqtisodni qanday boshqaradi? Kelgusida iqtisodni qanday boshqaradi? Hozir iqtisodni qanday boshqaryapti? Kelgusida qanday boshqaradi? Bular haqiqatan hal qilish tegishli masalalardir. Jungu qaysi tarafga mangadi? Dünyanın tushunish huquqi bor. Diqqat, Jungu qaysi tarafga mangadi? Dünyanın tushunish huquqi bor. Junguning bizga haqiqiy ahvolni aytib berish mas'uliyati bor. Mayli siyosat, mayli iqtisod qaysi jihatda bo'lishidan qat'iy nazar, Jungu hukumati haqiqiy ahvolni Amerikalikqa va butun dunyoga aytib berish mas'uliyati bor. Daniel Ross munda ko'rsatdi. Ulug' tarixiy paytlarning muhimligi Amerika'nın tanlışını talep qiladi. Diqqat vatandaşım. Daniel Ross munda ko'rsatdi. Ulug' tarixiy paytlarning muhimligi Amerika'nın tanlışını talep qiladi. Amerika'nın tanlışını talep qiladi. Amerika'nın harakat qo'llashini talep qiladi. Amerika'nın harakat qo'llanishini talep qiladi. Davlat manfaatiga muvofiq keladigan negizlik o'lcham kerak. Şunlaşqa Amerika Jungu'da zada nima ish qilyapti? Şunlaşqa Amerika Jungu zada nima ish qilyapti? Tushunishga ehtiyojli. Jungu qaysini shanga qarab ketyapti? Ular, ya'ni Jungu qaysi taraf qarab mengishga ehtiyojli degan masala emas. Ular qanday ishonch bilan qaysi taraf qarab mangudi degan masaladir. Birlik ketyapti emas, qaysi taraf mangudi degan masaladir. Daniel Ross munda ko'rsatdi. Jungu qanday tarafni qanday tadbir qo'llanadi? Masalan, yuqoridagi masalalarda Jungu qanday tadbir qo'llanadi? Biz buni bilmaymiz. O Jungu rahbarlarining qaroridir. Buni Jungu rahbarlari qaror qiladi. Buning uchun Amerikani buning qatnashtirdi ekanmiz. Amerika o'zining nima qilish kerakligini o'zi bilish kerak. Masalan, bu yerda abstrakt ketyapti, yuqorida siyosat dedi. Junguning siyosati dedi, Junguning iqtisodi dedi. Mushu masalalarda Amerikani buning qatnashtirishimiz kerak ekan, undaqda Amerika o'zining nima qilishini bilib bilish kerak. Bizning kuchimizning qudrati demokratik tuzum. Ya'ni Amerikaning kuchimizning qudrati demokratik tuzum. Jalliqlik, ochiq oshkora, harakatchan, xatolikni e'tirof qilish, ko'p manbalik. Bularning hammasi biz Jungu bilan birga turganda ifodalash tegishli narsalardir. Ya'ni Jungu bilan birga turganda Amerika o'zining siyosatini ifodalash tegishli narsalar yuqorqi narsalardir. Daniel Ross munda ko'rsatdi. Kelar yili Junguning iqtisodi bir qator xiraslarga duch keladi. Junguning yuqori darajalik rahbarlari kelar yili davlat egiligidagi shirkatlarning ishchilarini zo'r ko'lamda qisqartirilganligini dedi. Deyishdi. Junguning rahbarlari kelgisida kelar yili Jungudagi davlat egiligidagi shirkatlarda zo'r ko'lamda ishchilarni qisqartirilganligini tilga olishdi. Agar sen Amerika Qo'shma Shtatlarining sovuq munosabatlar urushiga qatnashgan botir jangchisi bo'lsang, agar sen Amerika Qo'shma Shtatlarining sovuq munosabatlar urushiga qatnashgan botir jangchisi bo'lsang, bu Jungu kompartiyasini halok qilishning yaxshi fursatıdir. Agar sen Amerika Qo'shma Shtatlarining sovuq munosabatlar urushiga qatnashgan botir jangchisi bo'lsang, bu Jungu kompartiyasini halok qilishning yaxshi fursatidir.
agar sen buni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatiga muvofiq hal qilish loyihasi deb hisoblasang, mushu masalalarni agar sen Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat manfaatiga muvofiq hal qilish loyihasi deb hisoblasang, shuning uchun biz o'zimizni tushunishimiz kerak yoki amerikaliklar biz o'zimizni tushunishimiz kerak. Biz kim? Keladiganlar bo'lsa, biz kim? Bizning uzun muddatlik manfaatimizga nima muvofiq keladiganlar bo'lsa, o bizning manfaatimizning kuchli turlari bo'ladi deydi. Yoki bu bizning manfaatimizning biz diqqat qilgan obyekti bo'ladi deydi. Uzun muddatlik manfaatimizga nima to'g'ri keladigan bo'lsa, o demak bizning manfaat nishonimiz bo'ladi va manfaat nishonlarimizning ichidagi bir tur bo'ladi deydi. Demak, yuqorida Daniel Rosson apandi nima deydi? 2016-yili Jungo Kompartiyasi halaq qilishning yoki 2016-yili Jungoda zo'r o'zgarish yuz berishning yaxshi fursati, bu fursatda Amerika nima qilish kerak demoqchi bo'lyapti.